Sertifikat A+, 4-variant, 25-savol. Olimlar va ular haqida to'g'ri ma'lumotlar berilgan qatorni aniqlang. 1. Tenisli ekologiya atamasini fanga kiritgan. Tenisli fanga kiritilmagan. Ernest Haeckel fanga kiritgan. Bir xato. Alexander Humboldt atrof muhitning jonli organizm ta'siri o'rganishni boshlab bergan. To'g'ri. Sugachev ekotizim konsepsiyasini yaratgan. Bu xato bo'lib, tenisli kiritgan bo'ladi. 3 bilan 1 bor javob chiqib ketdi. Javob D variant bo'ladi. 2 to'g'ri. 4 Dokchayev tuproqshunoslik hissa qo'shgan. 5 Yunus von Liebig cheklovchi omil qonunini yaratgan. B'ga sinus nazariyasini Sugachev fanga kiritgan bo'ladi. 6 xato. 26 quyidagi tuyoqli deyapti. Hayvonlar unga xos ma'lumot bergan javobni aniqlang. Tuya suvni yog' ko'rinishida o'z tanasida saqlaydi. Tapir poykiloterm organizm. Poykiloterm emas, gomoyoterm. A javob chiqib ketdi. B javob. Gunu antilopasi o't poyalarining o'rta qismini iste'mol qiladi. Qoramol kenguru bilan bitta ekologik nishonni hosil qiladi. Javob B variant bo'ladi. C variantda lemur chiqib ketadi. Bu tuyoqli hayvon emas. Koala chiqib ketadi. Tuyoqli hayvon emas. Javob B variant bo'ladi. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'yib, like tugmasini bosib qo'ying.